Isroil razvedkasidan Suriya mudofaa vazirligigacha borgan inson Eli Cohen. U Buenos Airesda Suriyaga qaytayotgan boy biznesmen obrazida shakllanadi. Sababi u arab tilida erkin gaplasha olgan va katta moliyaga ega bo'lgan. Aynan mana shu moliyaga evaziga Suriyaning siyosiy va harbiy elitasiga juda yaqin bo'ladi. Suriyaning oldingi prezidenti Amin al-Hafiz bilan juda yaqin aloqalarda bo'ladi. Eli Cohen Suriyaning mudofaa chiziqlari, chegara zonalari hamda Jolan tepaliklaridagi vaziyatlarni Isroilga yetkazib turgan. Eli Cohenning tavsiyasi bilan Jolan tepaliklarida mudofaa bazalariga, artilleriya bazalari atrofiga ekvalipt daraxti ekib chiqiladi. Bu Isroilning havodan havo surati orqali harbiy mudofaa joylari joylashgan zonalarning aniq ko'rinishiga sabab bo'lgan va 1967-yilda 6 kunlik urush paytida aynan Isroil havo kuchlari o'sha yashil zonalarga zarba beradi. Va bu Isroil razvedkasida bu daraxtlar Cohen Trees yoki Spy Trees nomlari bilan ataladi. 1965-yil Amin al-Hafiz uni, ya'ni Eli Cohenni mudofaa vaziri o'rinbosarligi lavozimiga nomzod sifatida ko'rib chiqadi. Tergovchilarning ta'kidlashicha bo'yicha bu Eli Cohen bu lavozimni deyarli egallash arafasida edi deyiladi. U qanday fosh qilingan? 1965-yil 24-yanvarda Sovet ittifoqi, ya'ni KGB razvedkasi bilan, tashqi razvedkasi bilan Suriyaning kontrrazvedkasi radioni tinglaydi. Va 1965-yil 24-yanvarda Eli Cohen radio orqali maxfiy ma'lumot yuborayotgan paytida qo'lga olinadi, qiynoqqa solinadi, sud qilinadi va keyinchalik o'ldiriladi.